o'quvchininki qilgan so'zi. U deydi, agar men dashu o'qimagan bo'lsam naqadar yaxshi bo'ladi. Agar men dashu o'qimagan bo'lsam, o'qish tarixi qarmaydigan xizmatni topsam bo'ladi. Hozirgidek qiyin ahvolga tushib qolmaydim. Mening rasam tirnoq yasaydigan mejarshi bo'g'im bor. Lekin men magistrlik o'qidim. Bu kasbni qabul qilishga ko'nglim o'namaydi. Agar dashu o'qimagan bo'lsam, bir odatdagi bir xizmatni qabul qilib ishlayvergan bo'lardim. Hozirgidek ko'nglimdagidek xizmat izlayman deb ishsiz yurmaydim. Odatdagidek jismoniy emgak qilay desam, o'zimning shuncha ko'p yillik badilim, shu ota-onamning umidiga yuz kelmaydigandek his qildim. Hamma odam bilim taqdirini o'zgartiradi deyishadi. Lekin natijada bo'lsa, taqdirning bo'yin tirqiga aylanib qoldim. Shuningga o'xshash amaliyat shuki, hozirgi biz yoshlarga nisbatan o'qish bitirib xizmatga chiqish, kun kechirish degandeklar, ota-onamiz yashagan shu davrlardan nechasi tasavvur ketib bordi. Buningda mana ikki qatlamliq masala bor. Birinchisi kirim masalasi. Ota-onalar, sizlar turmushga chiqqan shu 90-2000-yillari dashu o'quvchilarning xizmat tepishida asos jihatdan hech qanday qiyinchilik yo'qdi. Mayli banka o'qamdi yoki daja o'qamdi, asos jihatdan o'qish bitirib, oliy maktabda o'qib keldi deydigan bo'lsa, qalpoq bo'lsam, voy deb turib ishlatdi. Bir yildan 2 yilga tushsam ham, asos jihatdan 2000 qo'ydan hatto 4000 qo'ygacha onda ortiq maosh ola oladi. Lekin hozir 20 yil o'tib ketgan bo'lsa-mu, nurg'un oliy maktab o'quvchilari yana mushunchalik maosh ola oladi. Yeshinchilarda o'qish bitirib, xizmatga chiqqan o'quvchilarning oyda 7-8 ming olsa-mu, nəhayət yuqori bir maosh hisoblanadi. Lekin har oylik uy ijarasi 3dan 1 qismini egilib etsa, undan sirt qatnash haqi deymiz, tamoq puli degandek chiqimlarni qo'shgan vaqtida asos jihatdan har oyda shu o'zini-o'zi aron qamdiy oladi. Bundan kelib chiqqan ikkinchi qatlamdagi masala davlat psixika masalasi bo'lib qoldi. Ular ko'nglida men shuncha ko'p badal to'lasam, ota-onam shuncha ko'p badal to'lab meni maktabda o'qisa, maktab bitirib tuzukroq xizmatga chiqamidi? Ota-onamni xotirjam qilammidim deb o'ylab, ularda bir xil tashvishlanish, o'zini-o'zi ayiblash, qo'rqish paydo bo'ldi. Uzoq mazgil shunda passiv, o'zini inkor qildigan, ishda kayfiyatning ta'siriga uchraversa, naytizdan ro'yi va jismoniy jihatdan xo'rashga uchraydi degan gap. 2019-yili Jumgo'ning psixik sog'lomlik ahvolini tekshirish natijasida ko'rsatilishicha, davlatimizda xomushlik kasal girib davolash nisbati 6% bo'lib, 2002-yildagi 1% ga sirishtirganda ko'rinarli holda oshgan. Halbuki, yoshlar hozirgi davlatimizdagi xomushlik kasal bemorlarining asosiy to'piga aylanib qolyapti. Jumgodagi yoshlar o'smirlarning sog'lomlik tekshirishidan ko'rsatilishicha, 2019-yili Jumgo yoshlar o'smirlarining xomushlik kasal girib davolash nisbati 16% ga yetgan. Buning ichida to'liq o'rta maktab o'quvchilarining kasal girib davolash nisbati 22.6% ga yetadi. Bu intayin ig'ir bir xil ijtimoiy masalaga aylanib qoldi degan gap. Ota-onamiz butun zehnini sarf qilib, necha yuz ming qo'y xajlab, bolalarni maktabda o'qib, bolalar uchun jon tikib ishlab, aron tasdiqda shu ko'ngildagidek tashaga o'tdi, debsa, lekin ishga urinishga duch kelgan vaqtida bo'lsa, ig'ir bir masalaga aylanib qoladi. Jafoliq shu ishlarni qilishni xohlamaydigan, qilg'isida shu xizmatga urinishni tez degandek bir xil ijtimoiy masala ko'rilyapti. Ammiyada yuqori o'qish tarixiga ega nomzodlar ko'payishga boshladi. Sonliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Meytandagi vaymaychilarning yashi asosida 20 yoshdan 35 yoshga chiqqan. Buning ichida 25 yoshdan ko'proqi oliy texnikumdan yuqori madaniyat saviyasiga ega bo'ldi ekan. To'liq kursdan yuqori bankadan yuqori o'qish tarixiga ega vaymay yetkazayotganlar 170 mingdan oshdi degan. Mamlakat bo'yicha 3 million vaymaychining ichida 300 mingga yaqini dashoson degan. Shunga bugun men cho'qim ota-onalarga men bilan tanqish o'qish bitgan yoki oliy maktab o'qishni bitmoqchi bo'layotgan bolalarga deydiganim o'qish tarixini bak muhim bilib olmoqman. Ko'nglimda men aspirant o'qidim deganda men to'liq o'tirganimda bitdim. Shuning bilan tang desanlar bo'ldi. Dajonni men to'liqsiz o'tir maktabimda o'qish bitdim desangiz bo'ldi. Doktorlik o'qigan bo'lsangiz, mana endi bir oliy maktabni bitgan bir o'quvchi ekanman deb ashuna barobar qilib qo'yilsanglar bo'ldi. Siz donliq maktablardagi shu donliq kasblarda o'qiganmagan bo'lsangiz, mutlaq ko'p sonli oliy maktab o'quvchilari amaliyotda shu qurilish o'rnidan xizmat binosiga ko'chib chiqqan shu bir ishchi xolos. Biz jamiyat qarab baqsanlar bo'ldi, tushunamyapman. Qo'saq to'y qizg'ilik pul topalsak, shu davlatga avarchilik tepamizak, mushuning o'zi zo'r kattalik bo'lib qelyapti. Ota-onalar burun sili yashab o'tgan shu davrda bilim bilan uchur kamchildi. Bir oliy maktab o'quvchisi chiqsa, butun jon xo'shilab osmonga otdi. Lekin bugünkidek uchur davrda bilimning bahosi bag'onsir arzonlayapti. Bular hozirgidek AI mashina odam taraqqiy qilayotgan davrda nurg'un takror qiladigan ishlarning o'rnini tezlan mashina odam egallaydigan bir krizisga yuzinib turib yashayapmiz hozir. Odat kishilarning kallasi saqlanayotgan shu bilimlar aqliy idrok oldida tilga ilishga marzimaydi. Tashiyotdagi bilimlarning ko'pinchisi oddiy savod.
Oddiy savat sizni haddidan ziyada hamoqatlikdan qutuldirib, oqqarni farq etib, yashashingizga foydasi bo'lgani bilan, lekin sizni haqiqiy munavvar, muvaffaqiyat qozongan odam qilib yetishtirish ehtimolligi nihoyat oz. Shunga to'liq kursda o'qigan o'zingizni talant egisi deb qarayman. Siz faqat mengishni endi boshladingiz xolos. Ota-onalarmi bolalaringlarga bek besim qilmanglar. Seni mancha yil maktabda o'qisam, hukumat xizmatiga chiqamay yurding. Uning bolasi u yerda xizmatchi bo'libdi, buning bolasi manchilik maosh oldi ekan. Sen maktab tuzuk o'qimadingmi yo diplomani ololmadingmi deydigan bunday so'q so'zlarni ozroq qilinglar. Ya'ni ba'zi ota-onalar texi qarshi tarafning muqim xizmati yo'q ekan deb necha yil yurganlarni yig'iltib turib arib etayotgansizlar. To'g'ri, sizlar bolalarga yomon bo'lsin demaymiz, ota-ona degan bolasiga yomon bo'lsin demaydi deysizlar. Lekin bu hozirgi davrdagi muqim xizmatga erishish nihoyat mushkul, tasvir yo'layotgan davrga nisbatan olib aytganda bu bir nihoyat mushkul ish. O'limi shu qanday qilishini bilmay uyni siznib turganda, siz bunda besim qilaversanglar, ro'yiti sog'lom bo'lmay qoldi deydi. Darsga tutgan o'quvchilarni o'zinglarni bek yuqori mo'ljallab olmanglar. Jamiyatni to'liq ko'rib yetinglar. Kelgusi namoyandalik to'g'an to'g'ri, lekin yana nurg'un umid va xushalliqlarga to'g'an bo'ldi. Kayfiyatni yaxshi tutib, shu jamiyatning tahdidlaridan qo'rqib ketmay, yaxshilam yashasaq, bir kuni bo'ladi amishlar. Lekin bu hargizmi sizni maktabda o'qimang deganlik emas. Darsga o'qish foydasi yo'q degan gap emas. Maktabda barliq amallarni qilib cho'qim o'qiysiz, bularni qilsavallar. O'qimagan bilan o'qiganning farqi amina bo'ladi. Turmushda bu jamiyatga ish qurilish avvallarga aktiv bilan qarasangiz ham bo'ladi. O'zingizni baqishab ketmang. Siz iqtidorsiz emas, siz shunda bir jamiyatga to'g'ri kelib qoldingiz xolos.